tayyormizmi? Olamiz. Qaysi harf tushdi? N harfiga mos bo'lgan, bugungi mavzumizga mos bo'lgan so'z aytamiz. Nizomiddin Miralisher, barakalla. O'tirib olamiz. Keyingi o'quvchimiz Madina tanlaymiz. A harfidan. Alisher Navoiy, barakalla. Keyingi o'quvchimiz tanlaymiz Abrorjon. Qaramasdan tanlaymiz. Qaysi harf? N harfi. N harfidan aytamiz bugungi mavzumizga aloqador so'z. Javobimiz tayyormi? Navoiy. Navoiy. Taxallusi she'r. Kuy. Ha, kuy. Xo'p, o'tirib olamiz. Keyingi o'quvchimiz Sarvarjon. Tanlaymiz. U harfiga Alisher Navoiy aytgan she'rlarda, yozgan asarlarida yozgan asarlarida ham xalq degan ma'noni anglatadi. Ulus, barakalla. O'tirib olamiz. Asadbek. V harfidan. Voya so'zi Alisher Navoiy taxalluslarida, She'rlarida foyda degan ma'noni bildirgan. barakalla. O'tirib olamiz. Keyingi o'quvchimiz Hojiniso. O harfidan. Orazin she'riga To'liq aytaylik. Orazin. Orazin yapqoch ko'zimdan sochilar har lahza yosh, bo'ylakim paydo bo'lib yulduz nihol bo'lg'ach quyosh. Bu she'riga butun yulduzni almashaman degan. Xo'p, barakalla. Keyingi o'quvchimiz